Hammasini hozir tashqariga olib chiqamiz. Prosta bunday yotganda bir ko'rsatib qo'yaylik. Birkalar 51 dan boshlanadi. 51 dan boshlab yoshiga qarab ketaveradi. 60 ta tugaydi. 60 ta tugaydi. Mana yotibdi 52, politsiyasi bor bo'yinda 60 ta tugaydi. Bunisi 54 da. Xo'p. Bular tashqariga chiqaramizmi? Mana shuni bitta oling, oyog'ini bitta ko'rib olasan. Ona. O. Hammasi to'qolmi? Hammasi to'qol. Hammasi to'qol. Mana shunda jupi bor, jupi mana u. Jupiga sotamiz. Bunimi? Voh. Ikkala bo'yinbog'i bor. Ha, u qarang, u ostini ko'ringlar uni. O, Ana, jonivor. Xunajim bu? Xunajim bu. Ancha buqani. Bunisi xunajim, bunisi buqa ekan-a? Jupiga sotamiz. Tayyor. Ikkalasi, mana bitta alohida qiling. Mana. Bitta sotiladi. Ikkalasi. Bittasi buqa, bittasi xunajin. Tayyor. Bular sutdan chiqqan-a? Hammasi sutdan chiqqan. Yana kattarog'idan ham bor. Hozir hammasini chiqaramiz, bafurcha ma'lumotini beramiz. Bismillah deb chiqishni boshladi akalar. Eng kattasi. Hammasi bir-biridan chiroyli ko'chat narsalar. Eng muhimi chopib yurishibdi. Kelishib qaranglar mana. Polvonlar. Polvonlar. Like bosib turinglar akalar. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar, obunani bosib qo'yinglar. Har doim sizlarga videolarimiz birinchilar qatorida shunday SMS tarzida yetib boradi. Bugungi ham izlaganlarga, qidirganlarga, hachkalaridan uzoqlarda bo'lib ham sutdan chiqqan narsalar. Arqalarini bir qator ko'rib e'tibor berib qo'yaverasizlar. Hammasi 4 son, 4 burchak. Uni qarang, polvondir. Hozir avstriyskilarda olaman deganlarga bir dona limuzini ham bor. Limuzin zo'r o'zgaryapti, u o'zimdan qolaveradi, buni yaxshi qoldi beraveradi. Boqyapsizmi o'zi? O'zlari boqishyapti. Mana haligi bo'yin bog'lini xunachi. Eng kichigi. Kichigi o'na. Bu yoqda-ya? Eng kichigi 51 quloq raqami. Bu necha kunlik? Bugun 9 kun bo'ldi. 20-chida tuqqan 30 bo'lsa demak 10 kun bo'ldi. Buqami, xunajimmi? Buqa. Buqas. Sigirga qo'shsa ham bo'laveradi, qo'ldan ham yemayapti. Bo'ladigani 23. 23 dan boshlanadi. Xo'p, bular necha oylik atrofida? Buning ichida eng kichigi 3 oylik. Eng kichigi 3 oylik. Go'zal. Ana. Orqasida mana. Qarang Hishmatilla. Buni oling. Buni jupi qizilni oling. Bunimi? Jupi. Ya qizil ekanisi, qizilga qizilji. Buni oling. Bunisi shox kuygan. Shox kuygan. 57 mi? Ha, 57. Ha. Endi buni jupi o'la. Qayta. Mana va Ola. Kepayda uryapti. Bu ham novoz, bu bunga jup. O'zi ikkita olib tashab qo'ysa ham to'g'risi 5 ta 6 ta buqani puliga sotadi ertaga. Xo'p, bu ikkala katta jupmi? Ularni bo'ynida kamari bordi jupi, xonaja bo'ynida. Uni ham kamari bor. Uni ham topamiz. Uni ham bo'ynida kamari bor. Ichidan chiqadi hozir. Qarayapti bular bir-biriga. Eng kichigi 3 oylik bo'lsa, kattalarichi ikkita katta, necha oylik? Ha, qo'li aka 6 oydan o'tgan. 6 oydan o'tgan. Kattasi 6 oydan o'tgan. Uni 7 oylik. Qizil. 7 oylik. 9 kunlikdan 7 oylikgacha ekanda. 9 kunlikdan 7 oylikgacha ekan. Tayyor o'zi jup-jup ekan bular-chi, ikkita olaman degan odamga. Yeb ichishlari zo'ra. Garantiya. Bunday orqasida yurib, sal bu yoqqa o'tkazasizmi? Orqasidacha yuring-da. Haq o'tsin. Bizga qarab, sal yurgizaylik. To'xta, to'g'risidan boring. Qarang, olavering. Mana. Hali Qo'ng qaraylar. Kelib bemalol o'zingizlar ham ko'rib olaverasizlar. Uni yomon ekan lekin uni. Endi ko'rinib ketdi-chi, ash bu yoqqa qaraganda. O'ta yomon ekan. Hammasi ham, hali katta kichik aralashligiga biri katta, biri kichik ko'rinib qolmasin. Hammasi o'ziga yarasha narsalar ekan. Eng muhimi, hammasini shox kuygan-a? Hammasini shoxlari kuygan. So'zi to'qma to'qoli ham bor. Shox kuyganlari ham bor.
Olasizlar, boqasizlar xolos. Shoxini kuydiramiz, boshqa qilamiz, sut beramiz degan narsalar bo'lmaydi. Behijolat. Salqinga tushyapti jonivorlar. Xo'p. Bular narxi qanaqa bo'ladi? 6 ming ham beraveramiz. 8 tani, 9 ta. Yo'q. Buni ham 9 ta hisoblaymiz. Ha, limuzinni ham qo'shganda, to'sib turing aka. 9 tasi. Ash katta ham ichida. Katta ham ichida. 30,5 million so'mga hammasini beraveramiz. 30,5 millionga. 30,5 milliondan. 30,5 milliondan qo'y suyug'iga bir joyga 9 tasi. Endi u eng kattani o'zini olaman degan aka. Magazin narxi Onuni 36 million magazin narxi. 36 million. Qizili 35 million. 35 million. Bak. Qolgani jup-jup sotiladi. Endi jupiga qarang eshiting. Ikkita qizilli jupi. Mana bitta qizil, Bitta qizilni ko'rsating. mana ikkinchi qizil. Hayda. Mana bu birinchisi, mana ikkinchisi. 54 ga 55 bu. Quloq raqami 54 ga 54 ga 55. 55. Buni jupiga aka Mana juplashdi. 57 million. Jupiga 57 mi? Sutemizning pulida yo'q. Jupiga 57. Mana olaga aka. Olaga, Uni ola. U faqat yeyish bilan o yeyish bilan boshidan beri 57 ga bu 56. 56 57. 56 ga 57. Ash jupi. Aka bular buni nechi puldan ham qizildi? 57. Qizil 57 dedik. Bu 58. Bularcha kattaroq. Bu 58. Endi o bo'ynida Ashi ikkala chiroylisin. Bitta novas, bitta xunajini. jupiga aka Mana xunajini. 56. Bu xunajini. Buqasi monosi. Ha, buqasi. Buqani bo'yinbog'i rangli, bu xunajindagi qora. 56. Endi aka buni men jupiga olmayman. Donalabga xonajinda olaman, uni olaman, buni olaman deganlarga aka, Ha? ashi maydalashida tanlab olishi 29. Maydalarchida 29 dan tanlab olaveradi. Xonajinda o'zi 27 magazin. 27. Xunajin. Bitta akamizga 26 ga ol deganman, hali ishqozi bo'ladi. Aha. Chamadi. Endi buni ajratib sotishim juda qiyin. Aka. Juplab, Juplab sotadi. jup olsa arzon ham tushar ekan. Ular boshqa dunyo. Bular Buxorodan kelganmiz, bunisi Namangandan kelgan. Voy. 4 tanchidan tanlab oldik buni. Bu Buxorodan kelganda ham 8 tanchidan tanlab, uni qarang. Qo'ng'ir, haqiqiy qo'ng'ir, u orqani qarang. O'ta go'zal, ha? Dastlabkilarimizchi? Dastlabki shu yaqin o'tda bo'lsa qilib beraveramiz aka. Yaqin o'rtaga qilib beramiz. 500 minggacha bo'lgan dastlabkani o'ylanishmasin aka. Yo'l kirasiga 500 ming bor ekan demak-a? Ha. Bo'laveradi. Xatga bo'lsa ham 500 ming bor. Qaytga bo'lsa ham 500 ming kirasiga yordam qilishaveradi. Endi xudo xolasa qidirib yurgan ishqibozlariga hammasi ma'qul keladigan. O'zi mollar chiqqandan beri mana kepaytib olib yeb ichib bilavora. Hammasini orqalarini ko'rib turibsizlar. Oyoq qo'llari butun-a? Yeb ichib beradigan mollar, yetkizib beradigan odam bo'lsa bo'ldi. Turishni qaranglar. Pichotar yo'q aka. Kepak ko'p yegandan sal suyulib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin unaqa hali mana bu kichkinada ham yo'q. Kichkinada ham yo'q-a? Uni ham tunjidan ko'ring-da. Mana. Bo'lari 23. 23. Bu bo'lsa o'zim bir oy emizib yuboraman-da, qimmatroq sotaman. Gap yo'q. O'ta chiroyli. Zavazga to'qol. 9 kunligu yaxshi tug'ilgan ekan-a? Ha, vashi aka. Enasini ham videolari bor buni. Bor-a? 1 tonnali Samarqandga sotdim akaga. Voy. 960 kilo chiqdi, to'g'ri. Ustida ko'rsanglar ishqiboz bo'lib qoladigan narsalar. Hammasi. Xo'p. Nomerlarni hozir aytib qo'yaylik. 94lik 499 0200. Mana jonivorlar. Bitta haydaymizmi shu yoqqa? O nimada semunlar tursanmay. Hayda. Mana qizillar juk ketdi. Mana shu silaki yomon ekan. Limuzin ham ichida ketaveradi, bir joyga oladigan odamga. Olgan odam yutadi akalar, olib bemalol maza qilib boqadigan joydan. Endi bugungi kunda tonnali buqa chiqsa hamma voh deyapti-yu. Bir paytlar ular ham kattanika 120, mana shuni bo'yi 120 deydi ekan.
120 da. Lekin vobshe bo'lay narsa ekan, qaranglar. Hammasi eng muhimi o'ynab yurgan narsalar. Haydavering, kirgizavering. Tepadan olyapman. Beton tepasiga chiqib olib, sizlarga bir chotko'p ko'rinsin deb. Mana bo'yin bog'lilar, juplashdi. Hammasi sog'lom. O'ynab yurgan narsalar. Endi qidirganda hadib ham chiqavermaydi. Chiqib qolganda ma'qul kelib qolsa, savdo qilib olaverasizlar. Gapingiz gapir bo'libdi, pauza qilib ber. Bunun raqami 57 oxiri 69-57 pachka. Mana erkatoyimiz 52. O'najin 53. 52 bilan jup sotiladi. Narx sifati ma'qul kelib qolsa, xohlasanglar, savdo qilsanglar, savdolar bitaveradigan joyda. Faqat tezdan aloqaga chiqaverasizlar. Chunki bular hammasi avstriyskiy toza narsalar. U yoq bu yoqdan keladiganlar emas. O'zimizning fermalardan chiqadigan buzoqlar. Bemalol kelib, mana shu yerda yeb ichishini, sog'ligini, hamma yo'g'ini joyida ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa 100% ishonchli mollar, o'zi ko'rib turibsizlar. Hammasini chehrasi ochiq turibdi. Men ham bir buqa boqay degan odamga mana shular hammasi ma'qul kelaveradigan, boqsa boqishga arziydigan narsalar.